Ko'pchilik uchun oddiy bo'lgan bu holat turli kasalliklarga sabab bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Biz esa mutaxassis fikri bilan o'rtoqlashamiz. Ko'p insonlarda odat tusiga aylangan ruchkani og'izga solish, qo'lni og'izga solish, ba'zi insonlar esa tirnoqlarini tishlari bilan olishga harakat qiladi. Bu oddiy holat deb o'zlari qabul qiladi. Aslida bu narsalar orqali biz o'zimizni zaharlaymiz. Har xil infeksiya, bakteriyalarni hazm sistemasiga yuqtirib qo'yishimizga sabab bo'ladi. Va oxir oqibat bu jiddiy kasalliklarga, gastrit, yara kasalliklariga, ichak kasalliklarining yallig'lanish holatlariga olib keladi.